Hammaga assalomu alaykum akalar. Andijon mashina bozoridan 35 gradus issiqligiga qaramasdan Inamarka Devo mashinalarini sizlar uchun obzor qilishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Akalar, keyingi Inamarka mashinamiz Cherry Arizo 6. Salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Evakuatsiya tashalgan ko'cha salonlarda hidlari ham ketmagan ekan. Mashinamiz orqadan ko'rinishi, bu narsalarga ahamiyat bermaysizlar. Propan gazlari bor ekan. Qozonlari ham shumka qilib qo'yilgan ekan. Bu esa mashinamiz yonboshdan ko'rinish. Mashina yili nechi? 2025, 23 ming yurgan. Kraskalari qanaqa? Toza, to'rtta yumshoq. Kraskasi top toza, propan gazlari bor, 4 ta yumshoq balonlari bor. Narxi qancha ekan? Narxi qiziq. 16 mingdan o'tib berasizlar. Faqat narxmi yoki narsa savdo ham bormi yoki narsa savdo yo'q? Kredit bo'lsa bo'laveradi. Devo mashinalarga barter bormi? Ha, kelishaveradi. Devo mashinalarga ham barter bor ekan. Narxini qanchadan o'tib beramiz dedingiz? 16 mingdan o'tib berasizlar. Aloqa uchun nomer ayting. 90lik 148 0202 akalar bemalol telefon qilib surishtirib olasiz. Hech kim aytganiga sotmagan Cherry Arizo 6 Pro. Bu nechinchi pozitsiyasi aka? Oxirgi full bu. Akalar, keyingi Cherry mashinamiz bir qator ko'rsatib o'tamiz salon holatlarini. Polilar tashab qo'yilgan, salafanlar taqib qo'ygan ekan ko'cha salonlarida. Bu yerda besprovodniy zaryadkalari. Olti Pro. Bu esa mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. Yumshoq balonlarda mashinamiz benzinda harakatlanadigan. 2023 qani aytamiz, qayga ketib qoldi. 2023 bosib o'tgan masofasi qancha? 50 ming yurgan. Kraskalari toza. Kraskasi toza, benzinda harakatlanadi. Eng full 6 Pro da eng full. Narxi qancha aka? 14800 o'tib beramiz. 14800 dan o'tib berasiz. Faqat narxmi yoki narsa savdo ham bormi? Bo'laveradi aka. Narsa savdo ham bor. Devo mashinalari barterchi. Barter ham bor. Kelishilgan holatda Devo mashinalariga ham barter bor ekan akalar. 14800 dan o'tib berasizlar. Aloqa uchun nomer ayting. 90lik 783 77 akalar bemalol telefon qilib surishtirib olasiz. Hech kim aytganiga sotmagan. Akalar, keyingi Cherry 6 Pro mashinamiz. Yumshoq balonlarda salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Bu ham 6 Pro da eng full aka. Ko'cha salonlarda besprovodniy zaryadkalari, panorama ham yo'g'i. Tamam ekan. Mashinamiz orqadan ko'rinishi, bir qator kaftlarni ham ochib ko'rsatamiz. Propan gazlari bor ekan. Zapaskalari ham joyida turibdi ekan. Propan 65 talik ekan aka. 1200 yurami qancha yuradi bu bilan? 1200 kilometr yuradi deydi. Bu yonboshdan ko'rinish mashinamiz. Aka, ma'lumotlari qanaqa? Ma'lumot 2023. 2023 yurgan masofasi bosib o'tgan masofasi 42 ming. Kraskalari-chi aka? Kraskasi top toza, 6 Pro o'zi. Aka, mashinamiz narxi qancha? Ha? Narxi qancha? 14,5 ming. 14500 dan o'tib beramiz deyapti. Tushunarli. Aka, 14500 dan o'tib beramiz dedingizmi? 14,500 kami bor. 14500 kam bor. Faqat narxmi yoki narsa savdo ham bormi? 4 oy 5 oygacha holon narsa savdo bor. 4 oy 5 oygacha halol narsa savdo bor. Devo mashinalariga barterchi? Devo mashinalariga barterlar bor ekan. 14500 dan o'tib beramiz deb. Aloqa uchun nomer ayting. 30 yo'q, 93lik. 90lik 433 33 20. 20 akalar bemalol telefon qilib surishtirib olasiz. Hech kim aytganiga sotmagan. Aka, bu 01 ekan, oldi sotdi bo'ladimi yoki genchi qo'rami? Oldi sotdi bo'ladi aka. Oldi sotdik ekan, tushunarli. Keyingi Cherry 6 Pro mashinamiz yumshoq balonlarda salon holatlarini ko'rsatamiz. Har doimgidek evakuatsiya tashalgan ko'cha salonlarida eng full deyapti. Qator orqalarini ham ko'rib o'tamiz. 6 Pro, Cherry Arizo 6 Pro. Tak. Bu yerda bunaqa narsalar qo'yib qo'yishdi. Kolonka bo'lsa kerak bu. Propan gazlari bormi, amak? Propanlar bekitib qo'yilgan ekan-da, значит, bu yerda. 2023 84 ming yurgan. Kraskalar qanaqa?
shu yerda kapotni o'zida. Shu kapotni o'zida kraskasi bor ekan. Qolgan joylar toza, ko'rsatib olishaveradi. 80 ming yurgan dedingizmi? 80 ming yurgan. Rasxodlari yo'q, men o'ylashim bo'yicha hadovoy, padovoy bir motor pasor qisish narsalar yo'q. Endi odamlar har xil 80 ming yurgan bo'lsa ham so'ra deyshadi-da, YouTube'dagi odam obunachilar har xil. Rasxodlari yo'q, olib minishga tayyor. 01 ekan, oldi sotdiganmi? Oldi sotdiga. Pulini bo'lsa yaqinroq qilib aytasiz ekanda. Puli qancha? Puli 12300 kami. 12300 kami bor, o'tib berasiz. 12300 dan o'tib berar ekan. Xudo xolasa, aloqa uchun nomer ayting. 99lik 99lik 433 433 7157. 7157. Faqat naqqam yoki narsa savdo ham bormi? Faqat naqd. Firmada o'tkazib olish. Ha, firmaniki o'tkazib olish kerak. Barter ham yo'q, dev mashinalar. Dev mashinalarga barter bor. Tushunarli bo'ldi. Akalar bemalol telefon qilasizlar, so'rab surishtirib olasizlar. Hech kim aytganiga sotmagan. Cherry Arizo 6 Pro so'ragan tanishlarga tashlab ko'rasizlar. Salon holatlarini yana bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mashina bozoridan Cherry 7 Pro so'raganlarga Restyle 24 ekan. Bir qator salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Paroglari joyida turibdi. Evakorlar tashlab qo'yilgan, salafanlari turibdi. Yangidek беспроводный zaryadka. Salafanlari ham olinmagan ekan. Panoramalari polniy. Bu mashinamiz orqadan ko'rinishi. Propan gazlari bor ekan. Yumshoq balonlarda. 2024 aka? 2024 yurgani? 19 ming yurgan, kraskasi toza. Propan parollar qo'yilgan, eng fulli 7 Pro. Restyle. Puli qancha aka bu? Buni pulini 20800 dancha o'tib beramiz. 20800 dan o'tib berasizlar. Aha. Faqat naqdmi yoki narsa savdo ham bor? Yo'q, Faqat naqdga. Dev mashinalar barchachi? bo'laveradi. Dev mashinalarga barter bor. Puli yetmasa, misol kimdir Nexia'si yoki bo'lmasa Malibu yetmaganiga barterlar bor. Keyingisi ham sizdan aka? Ikkoviga bitta nomer aytaverasiz. Bo'laveradi. Keyingisi akamizdan 2023 41 ming yurgan yumshoq balonlarda. Bu 2023 01 ekan. Oldi sotdi bo'lsa kerak. Paroylari yo'q bunda. Bollar tashlab qo'yilgan, bunga ham salafanlar taqib qo'ygan. Har doimgidek беспроводный zaryadka. Tak, mashinamizni orqadan ko'rinishi. Aka, iltimos. Zapaskalari joyida, menimcha bu ham propanda bo'lsa. Propani bor aka, buni ham. Balon tepada. Zapaskalari ham ketadiganda. 2023 41 ming yurgan. 41 ming yurgan, kraskalari toza. Yumshoq balonlari bor, propanlari bor. Mashinaning narxi qanchaga? 18,5 mingdan ichga tushib beramiz. 18500 dan tushib berasizlar. Dev mashinalarga barter bor. To'g'ri, kelishamiz. Kelishiladi. Aha, tushunarli. Aloqa uchun nomer ayting. 91lik 91lik 477 477 73 34. 7334. Cherry 7 Pro istagan akalarga tashlab ko'rasizlar. Akamizning oq va qorasi 2023 2024 hech kim aytganiga sotmagan, so'rab surishtirib olaverasizlar. Akalar, Andijon mashina bozoridan Cherry 6 Pro Arizo'si yumshoq balonlarda salon holatlarini ko'rsatib o'taman. Evakorlar tashalgan koja salonlarida. Bu 25. 2025. Kraskalari toza. O, propan gazlari bor ekan, 65 talik, zapaskalari joyida ekan, kraskalar top-toza. Biz mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. Bu nechinchi pozitsiyasi aka? 2. 6 Pro da ikinchi pozitsiyasi. 2025 43 ming yurgan dedingizmi? 39 ming yurgan, kraskalar top-toza. Narxi qancha aka? Narxini 1,5 mingga bo'ladigan 13,5 beramiz. Bo'ladigan 13,5 ming, minadigan odamga 13500 dan kami yo'q. Yo'q, barter bor. Barter bor deb mashina. Narsa savdochi? Yo'q. Narsa savdo ham 2 yo'q. oy kelishib olamiz. 1-2 oy yetmasa 1-2 oyga qo'yib berishlar mumkin. Qolagan dokument bo'ladi. Qolagan dokument bo'laveradi. Xolos 300 olsin. Propan gazlari bor ekan, 65 talik kraskalari top-toza, 39 ming yurgan, 2025 ikkinchi pozitsiya. 12 ishlarda puliga yumshoqqina Cherry Arizo.
Aloquvchi nomer ayting aka. 90'lik. 90lik 144 144 50 50 02. 02 akalar bemalol so'rab turib telefon qo'yasiz. Hech kim aytganiga sotmagan Cherry Ariza 6 Pro 2-pozitsiyasi.